Hayotiy vazifangizni bajarmasangiz, kasalliklar kelib chiqishi mumkinligi haqida bilarmidingiz? Har qanday xastalikni numerologiya yordamida hisoblab chiqishingiz mumkin. Keling, bugun sizda uchrashi ehtimoli bo'lgan kasalliklarni aniqlaymiz. Agar siz oyning 1-sidan 9-sanasigacha tug'ilgan bo'lsangiz, shunchaki o'z tug'ilgan kuningiz raqamiga qarang. Agar siz 10-sanadan 31-sanagacha tug'ilgan bo'lsangiz, tug'ilgan kuningiz raqamini bir xonali soniga kelgunicha qo'shib chiqing. Misol uchun 27-sanada tug'ilgan bo'lsangiz, 2 + 7 teng 9, ya'ni 9 raqamini ko'rasiz. Agar 17-sanada tug'ilgan bo'lsangiz, 1 + 7 teng 8, ya'ni 8 sanasini ko'rasiz. Agar 31-sanada tug'ilgan bo'lsangiz, 3 + 1 teng 4. 4-sana 4-raqamni o'qiysiz. Raqamlar ketma-ketligi ta'rifi ekranda ko'rsatilgan. Har bir sana vakillari hayotiy vazifangiz, ya'ni karmik vazifangizni to'liq bilishni xohlasangiz, Telegram kanalimga a'zo bo'ling, link opisiyaniyada qoldirilgan. Nima uchun hozir bo'lisha olmayman? Videoga juda ham ko'p ma'lumot bo'lganligi uchun videomiz uzun bo'lib ketishi mumkin, reelsga sig'maydi.